Dongzhuo bilan Lüybo'ninki kuchsinishi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qolsa biz 3 podshohlikni yana boshlab ketdik. Dongzhuo'ninki plani, ya'ni podshohni qoldirib, yangi podshohni taxtga o'tkazish plani amalga oshmagandan keyin ziyofat jidal bilan oyoqlashdi. Shuning bilan Dongzhuo'ninki qattiq achchig'i keladi bu yerda. Va achchig'i kelib, g'azab bilan bir narsani chiqib ketdi. Hatto Liru'g'imi achchiq keldi. Nimishqa men to'sib olsa, men Lüybo degan go'yni chanamoqchi edim. Dingyuannimi qo'shib o'ldirib o'tmoqchi edim. Sen to'sib olmagan bo'lsang, men ularni cho'qim bitirib qo'ydim deb ochiqlagandan keyin shuning bilan Liru deydi. U yerda oldirab, ular qo'l silishga bo'lmaydi. U yerda biz oz, ular ko'p, hammasi bir niyatda bo'lgan. Shunga men sizni to'xtatib olganim shu deb Dongzhuo'ninki achchig'ini sal pasaytdi. Shuning bilan Dongzhuo u yoqni o'ylab, bu yoqni o'ylab, unda bo'lsa, bularning ichida eng men qarshi chiqayotgani ham kuchimi eng zo'r bo'lgan shu Dingyuan ekan. Men shuni yo'qotib etsam, qarshi chiqadigan odam qolmasa men planimni ishga oshirmam deb o'ylab plan tuzdi. Plan tuzib, shu bilan qanday qildi desa, Dingyuanninki bargohiga tuyuqsiz hujum qilmoqchi bo'ldi. Endi Dingyuanmi nurg'un qo'shini bilan kelgan bu yerga. Dongzhuo'mi o'zining qo'shinlari bilan kelganda, bular erishib kelsa, u o'tning sirtiga bargoh qurib, qo'shinlarni ishga turg'izib qo'ygan. Shuning bilan Dongzhuo plan qilib, qoq saharda hammalar toza uxlayotgan vaqtda subida Dingyuanninki bargohiga hujum bilan bularni yo'qotib etmoqchi bo'ldi. Degandek ertasi Dongzhuo qo'shinni boshlab hujum qildi. Ammo o'ylamagan yerdan Dingyuanninki bunga tayyorlik qilyapti. Chunki bu o'zininki nihoyat xatarlik o'rin turayotganligi, Dongzhuo bilan qarshilashib qolganligi, ya'ni ziddiyatlashib qolganligini ko'z tutib, bu nihoyat tayyorlik holatda turganda, shuning bilan ikkalan urush qiladi. Bu Dongzhuo'mi u yerda jiq foydaga erisholmaydi. Sap tortishib, shuning bilan urushni boshlab ketadi. Lüybo'mi oldingi safga chiqib, shuning bilan Sang'un bo'lgandan keyin uning ustiga ajoyib cho'ng palvon bo'lgandan keyin qarshi tarafdan, ya'ni Dongzhuo'ning odamlaridan kelgan palvonlar bilan ilishadi. Hem Dongzhuo'ning qo'l ostidagi palvonlardan bu Lüybo'ga tetig'idaklar chiqmaydi, birisi bas, birisini o'ttirib. Shuning bilan Dongzhuo'ninki tixim g'azab tashdi. Buni o'zim bir taraf qilay deb shuning bilan jangga o'z tushdi. Chunki buni biz tunishtirdik-ku, Dongzhuo'mi o'zim bir palvon deb jangga ajoyib mayr. Ammo Dongzhuo bu Lüybo'ning oldida o'zining palvonligini joriy qildirolmay qoldi. Chunki Lüybo ajoyib kuchli qovul palvonlikda endi buning aytadigan yo'q desak bo'ladi. Uning ustiga bu vaqtda Lüybo'ninki toza qiron vaqtlari, ammo Dongzhuo qiyirib qolgan vaqtlar, 50-60 yoshga kirib qolgan vaqtda. Shuning bilan bu yerda bir-ikki marta o'lishmayla Lüybo Dongzhuo'ninki qalpog'ini tushirib o'tdi, tas qoldi, kallasini kesib o'tdi. Shuning bilan bundan cho'chib ketib, badar tikib o'tdi. Lashkarlari Lüybo'ni to'sib olib, aran o'zini qurbon qilib, Dongzhuo'ni qutqizib qoldi. Shu qashqancha Dongzhuo o'zining bargohiga ketib qoldi. Undan keyin qaytib texmatchiga keldi buniki. Nemishqa men bu odatdagi sana ondan yengilib qolaman. Ajab ichimni achchig'imni bosolmayapman deb shunda ochiqlab turgan vaqtda bak g'azab yomon buniki. Buning yeniga kichik Sang'undan birisi yetib keldi. Bu Sang'unning ismi kim degan vaqtda Lisu. Bu odam hamda shu jangga qatnashish jarayonida nimani bayqab qoldi degan vaqtda Lüybo'ninki o'zi taniydigan yurtdosh ekanligini bayqab qoldi. Bir yurtdoshda bular, Lisu bilan Lüybo. Shuning bilan bu Dongzhuo'ga deydi. Dongzhuo Sang'un, biz Lüybo'ni bevosita urush qilsak yengolmaymiz. Bu bak palvon. Endi buni yengolmasak, sizninki planingiz amalga oshmay qoladi. Bo'lsa, shu Lüybo'ni biz o'zimizga tatib ekib olaylik. Uni Dingyuandan ayirib ekib olaylik. Degandan keyin, "Voy bu bak yaxshi gapkan-ku. Agar men Lüybo'ga erishsam, buna cho'ng kuch qo'shiladi menga. Hech kim men qarshi qolmaydi. Mening planlarim amalga oshmamdi." Degandan keyin shuning bilan buni qig'il bo'ladi. Men Lüybo bilan yurtdosh. Men uni bilan paranglashib kelay. Lüybo kichigidan tatib yaxshi narsaning hammasiga erishishni o'ylaydi. Nom, obro'y, yuz obro'y, pul, mol, dunyo deganga bak amra. Uni shu maqtab bersak, chiqaroq narsani bersak, uni amal bersak, u cho'qim Dingyuanni tashlab bizning yerimizga kelish mumkin.
Degandan keyin buludi unda o'z chataqi yo'q degandan keyin shuni bilan Lisu Dungro bilan deyishdi. Unda bo'lsa, oldi bilan siz o'zingizning arg'imiqini uning inom qiling, tulparini inom qiling. Degandan keyin Dungro sal turib qoldi. Bu tulpar bek isil tulpardi. Buni bersam qanday bo'ladi deb ko'zi qiymaydi. Shuning bilan bu yerda Lirumba bu ot qanchalik nima edi? Har qancha isil ot bo'lsin, bizga yana uchraydi. Ammo men Lübudek sonug'un palvon bizga uchirmasligi mumkin. Lübu Dingyanning qo'lida bir kun turdi ekan, bizning planlarimiz amalga oshmaydi. Hatto mag'lub bo'lib o'zimizning jinnini saqlab qolmasligimiz mumkin. Lübu bizning qo'limizga o'tsa, ot, mol dunyo deganning hammasi bor. Biz belgideki narsa olsa onu berle degandan keyin shuni bilan Dungro mahbubda unda bo'lsa otni beray deb o'zining itini Lisu qo'shib qo'ydi. Shuning bilan Lisu yana bir narsani o'tindi. Bo'lsa shu Lübuga kelgandan keyin cho'ng amaldan ben berle. Shu sanug'unliq amali, ya'ni Dajanjun cho'ng sanug'un, cho'ng sanug'un hamma lashkardan boshqargan sanug'unliq amalini berayli degandan keyin bo'ldi bersak berle deb buni qo'shilib, shuning bilan planını bu yerda pishirib, bular Lisu'ni Lübuning qishig'iga avatdi. Unda bo'lsa, Dungro bilan Lübuningki ilishish, ya'ni mahorat sinish hikoyasini ham shunchalik so'zlab turdi. Keyingi filmda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Lisu'ningki Lübuni qoyil qilib, shu Dingyanga xoinlik qildirish hikoyasini so'zlaymiz. Do'stlar, film yaragan bo'lsa, ostiga inkaslarni berib qo'yinglar, yuraklaringlarni oymanglar.